Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda qalblarni larzaga soluvchi yana bir mudhish voqea sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kecha 26 noyabr kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumanida joylashgan 2 qavatli do'kon yonib ketdi. Bu haqida poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 14:54 da 112 tizimi orqali Shayxontohur tumani Istirohat ko'chasida joylashgan 2 qavatli binoda yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida xabar kelib tushgan va favqulodda vazifalar boshqarmasiga bildirilgan. Shunga ko'ra 4 ta yong'in qutqaruv bo'linmalari soat 15:03 da hodisa joyiga yetib borib, yong'in soat 15:09 da o'rab olingan va soat 15:15 da bartaraf etilgan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida binoning taxminan 100 kvadrat metr maydonda tom va ichki qismi yonib zararlangan. Yong'in o'chiruvchilarning professional harakatlari natijasida yong'inni keng tarqalishining oldini olingan. Hozirda yong'in sababi va zarari aniqlanmoqda. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar to'g'risida xabar kelib tushmagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridagi kafeda yong'in chiqqan edi. Yong'in oqibatida tan jarohati olganlar bo'lmagan, deyiladi xabarda.